Hikoya ko'chada qolgan dadam. Men hikoya bayon qilish do'stinglar Sosoki. Men shunda qilib shahar degan bu yerda kelgan peti necha bu suvatlab chiqmay, o'gay opamniki qizi bilan qo'shnisiniki qizi. Ikki illaga qarayman, aning qarayman, maning qarayman. Zaksini almashtirman, yayman, juyman, chaqayman. Ashtaq holatda. Bir suqlaganda bir suqupdi, bir suqlaganda bir suqupdi. Ashundaq yurib bu ikki balaga qarab, saq 1 yil turdim. 1 yil jarayonda akam bu uy kelmadi. Ikki akamning dadam akir ketgan emasmi shaharga. Bular kelmadi. 1 oyga, 1 yilgacha kelmadi. Hech ummamış akalarim bor deb o'ylagandim, qanot ostiga oladigan. Hech ummani hamdam bo'ladigan, muңdishadigan akalarim bor degan akalarimni bu dadamning uyida ko'rib baxmadim. Bu dadam desammi bir tilim shirkindi bu uyda. Shunda qilib bu dadam uyga opamning qilgan muomalasi, nimkom, nima yeysa deb aytiladi. Balam degan gapni og'ziga ip baxmadi. Hatto bir ismimni to'liq chaqamaydi. Mening o'zim kuchli laqabim bor. Bu dadam ashunda qilib hech kimni ko'zga ilmaydi. Bu ayolga shundoq voy deydi. Shunchalik voy deydi. Mushu voy deganlarning birisini kashki opam qilgan bo'lsa, biz 6 qarindosh baxtli o'tgan bo'lsak, nimaga yaxshi bo'ladi? Opam qanday kun ko'rayotgandi? Tamoqini yaxshimidi, yeyotganmidi, yeyishgalar singayotganmidi? Bularning iqtisotlari qandaqdir? Men shularni o'ylab kunda oldimga bir qosh tamoq kesmi? Shu xiyol. Opam qandayroq, singlim qandayroq turayotgandi deb. Saq bir yerda bu ballarni beqib, oyog'i chiqib 1,5 yil turdim. Bu 1,5 yildan mening charchig'im, mening g'og'inim. Buning gap to'g'ri kelmaydi. Bu dadamning zulmi bu yerdan deb kelsa, muhabbet nech qism chektiradi. Bu dadamning shundan bir ish qilib odamga sig'maydigan bir nachar xo'y qiliq gap so'zlari. Ish qilib nima deyamdi? Mush ayolalar bo'lsa bo'ladi-da, ayolalar. Ya'ni kelib bu qizini shunday yaxshi ko'rdi, bu ayoli to'qpagan. Ajoyib yaxshi ko'rdi. Xalqlar o'g'lim deb ketadi. O o'g'illarning birisi qilmaydi bu xotin to'qpagan qiziq tutgan muomalasidan. Qiz degan beshiq bola oldu, nima qilsa deb opamni haqoratlab ketgan. Ma qizini beshiq ilib ko'tirdi. Yig'lab kastillaydi meni. Tantim mening ishlarni shiqirib tushsa, yana men tilini anglayman, hatto toyqinimni yeyman bu dadamni. 1,5 yil bo'lganda ikki akamni akirdi. Akalarimga qarab toniyamayla qaptimi. Bu akalarimning bo'yi o'smay, tiximi kichiklab ketgandek his qildim. Qardab qo'llar degan qadaq, tirnoqlar degan ish qilib qardab, bir chayzirang ajoyib bo'lib ketdi bu akamning rengi. Akalarim demsa, bularning bo'yi o'smay, tixim kichiklab ketgandek his qildim. Bular menga esilib shig'lab ketdi, men bularga esilib shig'lab ketdim. Xuddi bir odam dediklar tutib ketgan chog'diki, bir balladek oshlarning qo'lidagi bir balladek ishda bir-birimizga esilib shunday yig'lab ketdik. Sen kirgil qachon bo'ldi ukam? Opamlar qanaroq? Fikrlarim qanaroq deb cho'ng akam so'radi. Yig'lab tükülüp kirginimning 1,5 yil bo'lgandi. Chiqib boqmaganimni, hech qanday aloqa boqmaganimni dedim. Akam shunda yig'lab, "Ukam, biz mi cho'ng olamiz? Biz bir kun cho'ng olamiz. Biz bunda dasilib, chaylanib o'tib olmaymiz. Biz bu yillarda bu ikkimiz o'lmadi, onun birisi bo'ldik. O'limni najrat sig'inib ketgan vaqtlarimizmi bor?" Akam tükülüp, 1000 yerdan tükülüp yig'lab ketdi. 10 yaşlıq balla bu candan, bu cahandan bunda tuyup ketmeydi o asli. Lekin dadam şunda tuyg'uzib etgan. Bularning yochiqda bir ko'y pulimi yo'q ekan, bir ko'y pulimi yo'q ekan. Demak, bularni ig'ir yenik, mal yutkaydigan, basadigan, tozlaydigan degandek mushunda bir ig'ir yenik ayna ishlarga, boshqalarga kunlik, oylik tutib berib dadam pulini olgan ekan. Pulini elib, bularning yochiqda bir ko'y pul yo'q ekan. Shular ish qilsalar nima bersa shuni yeydi ekan. Ba'misi yemak suv bilan qo'sqin to'yg'izdi ekan. İlk bir işkirlay setilib ketgan bolalardan nima farqimiz shundami? Nima farqimiz? Mening nima farqim? Meningdan betar kun ko'rgan bu ikki qarinchimning holiga tixibak voy. Bek ichim og'irdi. Biz uchimiz paranglashib, akam dedi. Cho'ngdan ham azroq o'zim cho'nglik olgan. Balkim biz bir yerda bir kun ikki kun tura olishimiz mumkin. Bizni bir yerda bekor vaqmaydi. Yana bir yerga olib o'tish mumkin dadam. Undan biz uchimiz birlashib qechib ketaylik dedi. Qechib ketaylik dedi. Mening bu zindandan, bu til haqorat, bundaq tugmas bitmas ishi va bu uyga onamning qo'lidan, dadam degan rasulning qo'lidan elde chiqib ketgan bor. Bo'ldi, ma'qul dedim. Biz uchimiz deyishib shu yerda, biz uchimiz deyishib, tong sahada bir-birimiz qaysimiz boldir o'g'ansak, qarang'u demay, malimizni izlab so'rab bo'lsin chiqib ketamiz, chiqib ketaylik. Dadam akirma desa, o'ldiga ashtasin buda kirmaymiz. Bizmi bir ikki yildan oldidagi kichik bola emas, az to'liq qanday bo'lsin aql topdik. O'zimizning uyda turamiz dedi cho'ng. Ma'qul dedim. Shunda oqshimi uchimiz bir uyda yetib qoldik.
Balаңызның бешіде пит бама. Боп қалса матур кемені бір жылдан. 6 ай хатта бір жылғы балаңыздың беші еніп, яны бір қайтын писіріп көмейсіз. Паккыз төкіп кетеді. Сіз көртейлі яра тәміретке хамылдарлы ашлашығы болмайды. 38 үйіңіздің алды қырақсыз. Әтеген чассыз, кеш жүйсіз. Кеш чассыз, әсәтеген жүк тазап сүзсіз. Сіркіден тартып питкіче. Құртып, итілдіріп өтіреді да. Ешқана зиялық тәркеп жоқ. 20 кече болған жағда бір шынында медір тұдым мұштақ қылып. Көзін бір ачы алайын, бір ашмайын. Чүнки мен бек чарчап кетіме бала қарап. Шында қылып көзін мүштал асам, акамге. Көзін ашмағым емес деп. Шынға мақұлы дедім орнымдан ашу ләңді тұдым. Еш немеге қармадым, немеге қараймын, немен ба бойы татышып еліп ағдек. Ашында еш немеге қармады. Асты мені басақ ішіне чың таққатты бола. Тоқтапты. Бұл ішіктен шығымыздай шығып боламайды екенбіз. Ол бірінен айында бір сүнгіш var. Şu süngüşten çık кетәйле дедім. Süngüşтеп мындақ су башлайдыған, таладың су кірдіған, езі өйлерді ба, бұл шәрінің шу вақытты өйлерім шуға әмді. Ашта қылып ажатхана ені ғеріп, шу süngüşтен әміміз орық кичік боқалықымыз үшін қойып қойған тақтайны асты еліп, süngüşтен өмлеп, біріміздің татып, біріміз ашта қып жүріп, süngüşтен үшіміз шығып кетіп, ені тешедегі пәнді татып әкеп, тилеп қойдық. Тилеп қойып үшіміз шықтық. Шығып маңа қаяқлағы маңғынымызды оқымаймыз, білмейміз. Біздің езі, біздің үйіміз қаяқта оқымаймыз. Мені бір чағда бір соның бойдың өттік. Шөк бір көрігінің ең еқылаштық. Шыныңла бия еріп yüzlerіміздің жүп, қосқымыз аш дейік. Чүнкі біз ұрысқыны бір нәрсе емейдіған тұсақ. Илақ соны ішіп қосқымыздың той қозып